Hammasidan plyus tomonlari bor. Hozir tushuntirib o'taman. Bitta gilam olib, uzoq yillar davomida xizmat qilsin, hattoki bolalarimga ham qolsin desangiz, Eron gilamini tavsiya qilamiz. Bu gilamlar bo'rsini kaltaligini hisobiga va to'qimining juda ham zichligini hisobiga uzoq yillar davomida ezilib ketmasdan xizmatingizni qilib beradi. Turkiya gilamlari bunda ham Eronga o'xshab uzoq yillar davomida xizmat qilib beradigan gilamlar juda ham ko'p, lekin Turkiyada Eronning gilamlaridan ko'ra assortiment ko'proq. Yaxshi tomoni Turkiyada klassika, high-tech, neoklassika siz istagan uslubda, siz istagan dizaynda topishingiz mumkin. Agar siz o'zingizga yoqadigan gilam topolmayotgan bo'lsangiz, Turkiyaning gilamidan topishingiz mumkin. O'zbekiston gilamlari bizada ham Turkiya va Erondan qolishmaydigan, xuddi shunaqa zich to'qilgan, uzoq yillar davomida xizmat qilib beradigan gilamlarni sinamaskanda sifatli va budjetli bo'lgan O'zbekiston gilamlarini topsangiz bo'ladi. Bu gilamimizning fasonlari uyingizdagi remontlar ko'rkiga yanada go'zallik beradi. Bu gilamlarni siz istagan remontlarga va siz istagan xonalarga qo'yishingiz mumkin. Ustida yurganingizda ham gilamligini his qilib, mazza qilib, yumshoqqina yurasiz va o'zida musorlarni ushlab qolmaydi, allergiya bermaydi, mazza qilib uzoq yillar davomida tozalab ishlatishingiz mumkin. Agar hali ham gilam tanlolmagan bo'lsangiz, Shinam maskanga kelishingizni tavsiya qilamiz. Biz o'zimiz sizga mos keladigan gilamlarni chiroyli narxlarda tanlab beramiz.